Oila psixologiyasi bilan turmushga tayyorlov nima farqi bor? Farqi oddiy qilib aytganda, biri oiladagi muammolarni hal qilishga yordam beradi, ikkinchisi esa yangi oilalarga oila bilimini beradi. Oila psixologiyasi kursida avvalo o'zingiz va boshqalarning psixologiyasi bilan yaqindan tanishasiz. Mojaroli vaziyatlarni oldini olish, oiladagi muammolarni qanday hal qilishni bilib olasiz. Umuman olganda, oilangiz mustahkamligi uchun zaruriy bilimlarga ega bo'lasiz. Turmushga tayyorlov kursida esa oldindan tayyorgarlik, ya'ni hayotga real qarash shakllanadi. Bu kursda psixologik, ma'rifiy, tibbiy, notiqlik va boshqa shaxsiy rivojlanishga oid bilimlar beriladi. Eng katta farqi oila psixologiyasi. Muammo bor, uni tuzatishni o'rganamiz. Turmushga tayyorlov kursida esa muammoni oldini olishni o'rganamiz. Siz qaysi kursimizda o'qimoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring.